Hello students, today we will study the chemical properties of glucose through two classic laboratory experiments. The first one is Thorner's reaction and the second one is Tollens test or silver mirror reaction. These reactions help us prove that glucose contains an aldehyde group and act as a reducing sugar. Yani bugungi mavzuda bizlar glyukozaning aldegidik guruhlarini isbotlash uchun ikkita tajriba o'tkazamiz. Birinchisi Thorner reaksiyasi va ikkinchisi kumush ko'zgu reaksiyasi. Bu reaksiyalarda bizlarda glyukozaning, ya'ni monosaxarid sifatida qaytaruvchi shakar ekanligini isbotlaymiz. Menga talabalardan Qironboy va Qodirali yordam beradi bu tajribalarni. So let's start today's experiment. The first one is Thorner's reaction. For this experiment, we need glucose solution and sodium hydroxide and copper 2 sulfate. Yes. So let's begin. Take a test tube and here what glucose solution? Kumush nitrat eritmasi, ishqor eritmasi mana bu yerda va glucose solution. Yes. Take a test tube and glucose solution and add copper 2 sulfate. Yani biz muz sulfati va natriy OH yani natriy gidroksid eritmasidan biz muz 2 gidroksidni olishimiz kerak. Shu yani copper 2 hydroxide forms and copper 2 sulfate add. Oldin biz mana mesik sulfatga natriy ishqoni qo'shib, undan keyin glyukoza bilan aralashtirib reaksiyani ko'rsatamiz. Demak, here sodium hydroxide bu kumush nitrat eritmasi, mana bu natriy gidroksid eritmasi. Xo'p. and the copper 2 sulfate yani solution. Muz 2 sulfati. Bu aralashmamiz Fehling suyuqligi deb ataladi. Here we can see a blue precipitate of copper 2 hydroxide. Yani bu yerda biz misning ekvivalentli gidroksid, ya'ni ko'k cho'kmasini ko'rishimiz mumkin. Bu bizlarda oksidlovchi, ya'ni glyukoza eritmasidagi mis 2 ioni glyukoza eritmasini nima qiladi? Oksidlashga yordam beradi. Bu endi siz this solution endi eritma massasi kam bo'lib qolmasin. Then heat the mixture gently. Ya'ni aralashmamizni qizdiramiz. Bu reaksiyada qizdirgandan keyin bizada qizil cho'kma hosil bo'lishi kerak. Boshda sariq cho'kma hosil bo'ladi. Mis 1 gidroksid, u beqaror modda bo'lgani uchun tezda partiyalanib mis 1 oksidiga aylanib ketadi. Pasayib tutavering. Here we can see copper 2 hydroxide converted into copper 1 oxide, ya'ni mis 2 gidroksidi bizada kuprum 2O, ya'ni sariq cho'kma hosil bo'ladi bu yerda. Eng oxirida. Rang o'zgarishini ko'rishimiz mumkin bu yerda. The color changes into brick red color, ya? Ya'ni pishgan g'isht deb aytamizmi? Qizil, shu rangga o'xshash bo'ladi ana. Yana pasayib tushiravering probrekani. Yo'q, qorayib ketibdi. Mana tagidan уже qizarishni sekin boshlayapti. The red color is changed. So this shows that glucose has reducing sugar and the reaction confirms the presence of an aldehyde group. Ya'ni glukozaning qaytaruvchi shakar ekanligini va tarkibida aldegid guruhning bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ko'rdingiz, bu yerda proverkamizda qizil rangli, ya'ni pishgan g'ishtga o'xshash rang hosil bo'ldi-ya.
Endi bu probirkalarni bu yoqqa shtatikka qo'yib, ikkinchi tajribamizni boshlaymiz. So let's begin 2 seconds experiments. Tollens reactive or silver mirror reaction. Take another glucose solution or prepare. You need to take another test tube, new test tube. Clean it. For this experiment we need glucose solution, sodium hydroxide and ammonia solution. Yani ammonia solution degani bu yerda bizlarda ammoniy nashatir spirti deb aytamiz yoki ammoniy gidroksidi. And so we can make a tolerance reagent. Add water. We know glucose is dissolved in water, yeah? Yani glucose suvda yaxshi eriydi. Suv bilan yaxshi aralashadi. So here silver nitrate, yani kumush nitrati bizlarda eng kerak bo'lgan moddamiz. Eridimi yaxshi? Endi ishqoram kerak ekan. Ishqorniki ham kerak. Yana tayyorlashingiz qayerda? So prepare sodium hydroxide solution. Ishqor ko'p bo'ldi. Glukoza eritmasi. So we add the silver nitrate solution, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Yani kumush nitrat eritmasiga natriy gidroksid ishqoridan qo'shamiz. So yo'lg'ami bo'lsa shuna solamiz. And sodium hydroxide solution. Here we can see a brown precipitate silver 1 oxide. Yani bu yerda kumushning bir valentli oksidi hosil bo'ldi. And then qotirali add drop by drop ammonia solution. Tomchilatib ammoniy ya oldig'i tayyorlab qo'yibdi og'a. Shundan tomchilatib qo'shamiz. Keyin bizlarda suv hammomni foydalanamiz, ya'ni iliq suvga bu probirkamizni solib qo'ysak, bizlarda kumushning devorlari hosil bo'lishi kerak. Oynadek. Ona oldirib turaman. We make the tolerance reagent and add this glucose solution. Yani tolerance testine, yani reagentine bize glukoza eritmasini qo'shamiz. Endi suv hammomga solib qo'ysak, biroz suv solib qo'yishimiz bo'ldi o'shani. Chiqyapti-ya? Kumush.
A shiny silver mirror appears on the inner wall of the test tube. Yes. Chiqdi reaksiyani. Glukozani bu yerdan ko'rdingizmi? Bu yer tarafda mana. Kumush ko'zgu reaksiyasi. So, in summary, these experiments to demonstrate that glucose behaves like an aldehyde group. Ya'ni glukozada bizlar bilishimiz mumkin aldehyde guruhi borligini, reaksiya, Tromer reaction and Tollens reaksiyasida ham biz aldehyde guruhining bor ekanligini isbotladik.